Assalomu alaykum hurmatli kanal kuzatuvchilari, sog'misizlar? Yurtimiz tirishig'ina ko'z değmesin, yurtdoshlarimiz sog' salomat bo'lsinlar. 9 may xotira va qadrlash kuni bilan hammangizni tabriklayman. Hamyurtlarimiz yine ziyoratni qilib chiqib, Aqchako'lga kelib ham bir aylanib yurtdilayni. Aqchako'lni sog'inganlar bir like bosib qo'yamiz. Kanalda yangi bo'lsak obuna bo'lib qo'yamiz. Ziyoratlaringiz qabul bo'lsin. Xudo xolasa Sulton Uvays bobodan ham videolarni chiqarib boramiz. Kanaldan uzoqlashmaymiz. Görüp kuzatib boraveramiz. Aqchako'ldamiz hozir yana do'stlar. Ellikqal'a tumani, Bo'ston shahri, Aqchako'l. 9 may xotira va qadrlash kunida ziyoratdan chiqib, hamyurtlarimiz hammasi shuda. Aykiz yig'lama axir. Yine. Bu kichkina neler ham yo'la qo'yilibdi ana. Ana u ko'pir bosilib turibdi yine. Hamma bunga ustuna. Elde taraf ko'tarilib turadi onadi. Hozir pasayib turibdi. Minuvchilar inshaalloh ana ogohlantirish berib turibdi, qachinglar deydi. Boryapmiz deydi. Bir yandan birisi var. Bayraklarını xilpirab duruşuna qarang, bu bayraklarni uçup. Ha, köpür deylar aytib turgan ekan. Arqaroq qaytinglardi. Azı to'lqin yesa o'ynatadi axir, shuni hisobini. Ajoyib gap bo'lishini bilamiz yana do'stlar. Kelaverasiz Aqchako'lda. Narinjan bobodan ziyoratdan chiqqanlar Sulton bobo borishda menimcha şöyle girib o'tib turibdilar. Bir like bosib qo'yamiz do'stlar. Minuvchilar ko'p. Qayta aytaveramiz do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ikki narsani qadrini yetik. Birisi tinchlik, ikkinchisi esa sog'lik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zlaringizni asranglar.